Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rish do'stlar. Sharqiy Turkiston informatsion markazi tarafidan ta'sis qilingan Uyg'ur televiziyasiga xush keldinglar. 21 iyul kuni, ya'ni Tönögün, Germaniyaning Myunxen shahridagi Bavariya parlament binosida Uyg'ur ayollarini inson haqlari va demokratiya bilan tarbiyalash kursining 2-chi qarorliq kursi dag'dug'liq boshlandi. Bu qatımqı kursqa Amerika, Kanada, Türkiye, Fransiya, Germaniya, Norvegiya, Finlandiya, Gollandiya, Belgiya, Qozog'iston, Shvetsiya, Shveysariya, Yaponiya qatorliq davlatlardan kelgan 50 ga yaqin xonim-qizlar mazkur yig'inga qatnashdi. Assalomu alaykum Asqarjon aka, Uyg'ur televiziyasining bugungi naq maydon ziyoratiga xush keldingiz. Ko'p rahmat bizni ziyorat qilganingiz uchun. Şu Uyg'ur ayollarini inson haqlari va demokratiya bo'yicha tarbiyalash kursininki Germaniyada ochilishi qanday tarixiy ahamiyatga ega va bu kursininki ayollarning shu vatan davosida olib boradigan roli va uningki shu ayollarga beradigan ta'siri siz qanday bo'ldi? Shu haqda ikki so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, bilginingіздek Uyg'ur ayollarını demokrasiya va inson haqlari tarbiyalash kursininki birinchi bölümü o'tgan yil Amerikada ochilgandi. U yerda nihoyatda muvaffaqiyat va g'alabalik bo'lgan. Bu yil buni biz Rabia onamiz bilan maslahatlashib Germaniyada ichishga qaror qildik. Germaniyada ichishimizning sababi hamda bu yerda bo'libmi buningki Bavariya parlamentosida ichish uchun g'ayrat chiqardik, g'ayrat qildik va buning amlimizga yetishgan bo'ldik. Chunki bu parlamentoda hamda Uyg'ur ayollari yig'ilib demokratiya va inson haqlari to'g'riliq 2 kun kurs ichibdi deganni, ya'ni Uyg'ur davosiningki qaysi fanlar kelib olganini, Uyg'ur davosiningki hamda xalq orada qancha ko'targanligining bir alomati. Bu odatdagi bir yerda ichishning bilan parlamentoning ichida ichish albatta bir bo'lmaydi. Bavariya rayoni deyilgan Bavariya ayolati Germaniyaning 16 ayolatining ichida eng boy va Germaniya siyosatiga siyosiy jihatdan eng chong kuchni qetayotgan va Xitoy bilan nihoyatda chong savdo aloqasi bo'lgan bir davlat. Şu devletninki parlamentosida mana Tönögünning yağısını o'zingiz shahid bo'ldingiz. Bu yerdagi Yeşiller Partisininki boshlig'i kelib sohibxonlik qilib ichilish nutqini so'zlab o'tdi. Rabia onamiz so'zladi. Uningdan keyin Gollandiyadan, Norvegiyadan, Angliyadan kelgan natiqlar, mutaxassislar so'zladi. Buni gazetchilar bilan matbuot yig'ini o'tkazdik. Bizni televiziya Rabia onamizni ziyorat qildi va undan keyin Deutsche Presseagentur ziyorat qilib, masalan, xabarlar chiqibdi. Biz buni ko'rdik. Bu shuki biz bu yerda masalan 20 yil avval bu da'voga boshlagan vaqtda parlamentoda yetishmayapti tutsin, sirtdagi bir yerda bir yig'in ochimiz desakmi imkoniyatlarimiz to'liqlanmagan. Hozir Dunyo Uyg'ur qurultayiningki markazi Germaniyada shu sabab bilan bu yerdagi bizning siyosiy lavhalar bo'lsin, boshqa rasmiy o'rinlar bo'lsin, munosabatlarimiz nihoyatda yaxshi ketib boradi. Bu bizningki Bavariya parlamentosida Uyg'ur masalasini sözleşimiz ikinci qitim bo'lyapti. Masalan 4-ayning 29 kuni yana Bavariya parlamentosida Rabia onamiz kelib Uyg'urlar to'g'riliq 3 soatlik bir konferans bergandi. Bu shu vaqtda gazetlarga to'lib chiqqan. İkincisi bunun Uyghur ayollar için paydası, yalnız ahamiyeti nima deganda bizning o'zimizni mayli ayol bo'layli, mayli er kishi bo'layli davomli yetishtirishimiz, ilmimizni, bilimimizni hozirgi yuz bilan moslashib berishimiz kerak. 4-ayda bilginimizdek biz er kishilar uchun bir kursni Berlinda ochdik. Germaniyaning poytaxti. Hozir ayollar uchun bu yerda ichyapmiz. Albatta biz inson haqlari va demokratiyani to'liq tushunmay turib, uning bilan qanday ish qilib bora oladiganimizni va bu ikki omilning bizga eshiklarni qanday ocha oladiganligini bilmay turib, to'liq davomizga xizmat qilish imkoniyatimiz mumkin emas. Shuningga bu yerda mutaxassislar hamda bu mutaxassislar uzun yillardan tortib mush ishlar bilan shug'ullanayotgan, shu kasbni o'qigan insonlar ular o'zining fikrlarini so'zlab, yo'l yo'riqlarini ko'rsatib
Tünügünün yağı bizlerninki ve ayallarının közünü, zihnini bırakır yani aşkan boldu. Her biz özümüz bu işlerini kılvatkan bolsak mı, her yer turuşluk, meyli erkekler olsun, meyli ayallar olsun, elbette bir mutaxassisinin ağzıdan bulanı tuyuş ve ulanın tecrübelerden faydalanışınki ayrı bir ehemmiyeti var. Şundaqla biz her devlette turvatkan Uygurlar ma'lum tüzümlerde yetişken, ma'lum sistemlerde yetişip kelgen kişiler. Bazılarımız deyli Sovet İttifaqıda çoğun bulup üyede yetişken, bazılarımız Türkiye'de, bazılarımız Avrupa'da, bazılarımız hem de vatanımızdan kelgenler. Ve bulanın bir-birisi bilen körüşüp, bir-birisi bilen fikir almıştırıp, birbirine yakından tanıyışı nayeti çoğun ehemmiyetge ege. Çünkü bir kişinin isil kemmegen fikir ve fikirler başka birisinin keldi ve her devletteki her bu işini kılıvatkan insanın ayrı bir tecrübesi buludu. Ula öz ara birbirle fikirleşip mana bir yerim 2 günün yağı hem birbirine tanışıp bundan keyin birbirisiga telefon açkan vaqtidimi faqatlam iti palanchi emas bizim yerda ko'rashgan 2 kun birga suhbat o'tkazgan tanishgan petini biroq bir-birisi bilan aloqa bog'laydi bu jihatdanmi nihoyatda foydali deb o'ylaymiz. Nayt yaxşı sözləb bədiniz. Əsqarca aka, şu özünüzə məlum bolğandək, Şərqi Türkistanda yaşayan və şu 10 yılın aldıkayında chet elga umuman chet elga chiqqan Uyg'ur ayollari faqat hech qanday demokratiya degan uqum bo'lmagan Xitoy hukumatiningki zolim mustabid tuzumi ostida o'zininki hayotini mundaqcha aytganda oilaga va xizmatga bog'lab yashaydi Şərqi Türkistonda. Muştaq ahvalda Şərqi Türkistanın içindeki xanım qızlarımız şu erkinlik, demokratiya, hürlük degan bu uqumninki nayte tar bir dairesini tushensimi buningki zodi bunun cheksiz bir uqum ekanligini, bunun nega berib taqildiganligini, insonda qandaq bo'lganda inson qandaq bo'lganda shu haqiqiy bir hürlikka, erkinlikka erisha oladiganligini iborat bu tushunchani vatanimiz Şərqi Türkistanning ichida his qilamdi. Biroq Təlimizə yarışa chet elga chiqqan xonim qizlarimiz chet elga chiqqandan keyin o'zininki qandaq yassi bo'lganligini yaratquchi Alloh egamninki mush insonlarga qandaq bir erkinlik, hurlikni ato qilganligini shu yashash jarayonida his qildi. Shuningdek mush his qilganlarning ichida men bor. Endi mush qatimqi ayollar inson haqlari va demokratiya bo'yicha tarbiyalash kursimiz ayollarimizga mushu hurlik, erkinlik va demokratiya tushunchisini texmo mukammal, texmo kengri holda tushuntirib berish, Uyg'ur ayollarini mushu Uyg'ur davosi sepiga qo'shishga texm bir rag'batlantiruvchi kuch bo'lish sifati bilan bizga 2 kundan beri nihoyatda ko'p aql o'rgatdi. Endi meningki sizdan so'ramoqchi bo'lganim sizce şu ayollarni inson haqlari va demokratiya bo'yicha tarbiyalash kursininki har yili har bir davlatda masalan o'xsham Yevropadagi yoki Kanada, Amerikadagi har qaysi o'xshamagan davlatlarda ep berishninki zot muhim ahamiyati bormi? Buni davomlashtirish kerakmi? Bu haqda so'zlab bergan bo'lsangiz. Elbette biz özümüzü günden günge yetiştirişimiz gerek. Bu mesela hazır Amerika'da anımızdaki reisliğine kılvatkan insan hakları ve kişilik hukuk fondununki en iyiden ağan iktisat bilen kilvatıdı bu işler. Elbette en iyiydi. Yani bir yıl mı yani iktisat acırtılgan bolsa bu işlerden bizim bununki devamlılık kıptırışımız gerek. İnsan hakları diyende elbette yani kaysı hakla insan hakları dep tanındı. Mesela değil perzende tepiş perzende igi buluşma bir insan hakları. Bizdeki bu hak hukukumuz mu vatanda çeklengen. Demek ki biz şu meseleni götürüp çıkalayımız. Yalnızca her kişininki özününki doktorxanaga berip davalanish ağırıp kalgan vaqtida davalanish hakkı mı bir insan hakları. Ve her kişininki özünün dinini amalga aşırıp dinininki buyrukları boyunca hayat köçürüş bu mu insan hakları. Demek ki biz insan haklarınınki türlerini ve qanchalik jiq bilsak, bizning vatanda bo'layotgan ishlar demek ki bir kunlik bir kunda bo'lgan ishlarninki hammasini inson haqlariga chetib turib,
mushu haqlarimiz. Til ügünüş. Her insanınki özünü tilini ügünüş hak hukuku dünya kanunları boyunca o insanga verilgen. Demek bizni özümüzün tilini ügünüş hak hukukumuz mu çeklengen. Şunun için bulanı biz her yıl qilib turishimiz kerak. Undan keyin her yıl kelganda albatta buni bizning xonim qizlarimizning hamda ko'pchiligi shundoq ba'zi faqatlam buni bir sayohat deb o'ylab qolmasligi kerak. Ya'ni bu ish bilan shug'ullanadigan kelgusidami mush ish orqali men vatanimga, millatimga xizmat qilaman degan xonim qizlarimiz davomli kelib bersa, masalan bu yil keldigan yil kelgini yana bir yil kelmasa, bu ilingan ma'lumot, bilim üzülüp qolgan bo'ladi. Undan keyin uning balki shaxsiy o'ziga foydasi bo'ladi, lekin buni qayta borgan yerida bu yerda bo'lgan majlisninki, bu yerda bo'lgan yig'inninki tashviqotini qilib so'zlab bermaydigan bo'lsa, bu yerga ham o'zininki kelgan emgaklariga ugal bo'ladi, ham biz tashkilotlarninki bunchalik vaqt, iqtisodiy chiqim ajratib qilganimizga ugal bo'ldi. Shuning uchun bo'libmi bu yerga kelgan yurtdoshlarimizning, xonim qizlarimizninki bu ishga qiziqqan, men bu vatan millat uchun xizmat qilma degan, undan keyin bir narsa ugunishga qiziqqan, hech bo'lmaganda biror til, o'zi turayotgan davlatninki tilini mukammal undan egallagan insonlar bo'lsa, bu davomimizni hamda mushu yo'l bilan qilamiz deyotgandan keyin texi foydali bo'ldi deb o'ylayman. Buningdan keyin kelgan xonim qizlarimizning yo'qsa tashkilotlarimiz u yerdan birlarini avatgan vaqtda mushu xususiyat, mushu diqqat qilib kelgan yurtdoshlarimizni faqatlam u yer bir kurs bo'lganligi va bu kursning natijasida davomimizga xizmat qilmish ideyasida bo'lgan insonlarning kelishini, avitilishini umid qilaman. Ko'p rahmat sizga Asqarjon aka, yo'q so'zlab berdingiz. Hurmatli Dilzor ko'yish do'stlar, Uyg'ur ayollarini inson haqlari va demokratiya bo'yicha tarbiyalash kursi ochilgan Bavariya parlament binosidan berilgan naq maydon ziyoratimiz mushu yerda oxirlashdi. Xudoga omonat, keyingi qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.